Bugün içki işlerden telefon bo'ldi va iltimos etdilar. Nash istoriyani qo'yishimni xalqimizni plastiklaridan pul yechilib turibdi ekan. Iltimos, hurmatli xalq, plastiklaringizdan pul yechilishini o'zlaringiz yo'l qo'yib bermanglar. Ya'niki, hozirgi kunda video tashladim dedi, taklifnoma tashladim dedi, bir narsa yuvardim dedi. Ashunning Telegramdan har xil narsalarga ochmanglar, iltimos sizlardan. Bundan tashqari sizlarni ishga kiritib beraman, onlayn ish, yana bir narsa deb viza kartalaringizni ulab turibdilar. Viza kartalaringizdan ulab bermanglar, viza kartalaringizdan hech kimga bermanglar. Har xil xabarnomalarga esa ochmanglar, iltimos etamiz. Viza kartalaringizda Humo, Uzkart ish qilib, barcha plastik kartalaringizda mahkam bo'linglar. Kodlaringizdan, boshqa narsangizlarni ehtiyotkorlik bilan ishlatinglar. Bu Xorazm ichki ishlaridan iltimosnoma istora, iltimos xalqimiz, plastiklaringizda mahkam bo'linglar.